Oddiy piyoz bilan matkadagi kistalarni butunlay ketkazish mumkin va homilador bo'lishni osonlashtirish mumkin. Bu haqda bilmoqchi bo'lsanglar, piyoz retsepti deb kommentariyaga yozib ketinglar. Men bo'lsa sizlarga retseptni chiroyli qilib tushuntirib beraman. Juda ko'p ayollarni homilador bo'lishiga yordamchi bo'lgan bu retsept shunchalik kuchliki, hattoki endometrioz kista boshlang'ich etapida bo'lsa, Allohning izni bilan shifo bo'ladi. Ayollar tuxumdonidagi 5 sm gacha bo'lgan kistalarni so'rilishiga yordam beradi. Yoki hayz sikli buzilishini, balog'atga yetgan qizlarda hayz kelmasligi, tug'ruqdan keyingi hayz sikli buzilishlarini, hayz vaqtidagi og'riqlarni va matkadagi shamollashlarni davolaydi. O'rta kattalikdagi piyozni 2 qavat postini archib tashlab, to'rga bo'lib 5 daqiqa qaynatiladi. So'ng suzib olib, iliqdan issiqroq holatda ertalab va kechqurunga och qoringa ichiladi. Bu retsept bilan siz rahm devorini qalinlashtirishingiz va rahmdagi 5 sm gacha bo'lgan miyomlarni davolay olishingiz mumkin. Ichaklardagi poliplarni ketkazish xususiyatiga ega. Bachadonni rak bo'lishdan himoya qiladi, bachadonga bog'liq bo'lgan juda ko'p muammolarni hal qiladi. Bu retsept har bir ayolga 6 oyda bir marta ichib turish tavsiya qilinadi. 15 kun davomida ichiladi. Oshqozonida gastrit bilan qiynalgan ayollarga qat'iyan taqiqlanadi. Alloh foydali qilsin.